Akalar, xudo olsa mana shunaqa sog'liqqa akalar dam beradigan buvoz qo'ylarimiz xudo olsa yetib kelgan akalar. Hozir endi akalar tish yorgan xudo olsa tusoq qo'ylarimiz yetib keldi akalarim. Do'stlar, 12-fevral sanasi bilan Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib kelganimizda To'lqin ukamizda 12 bosh xudo olsa qo'ylari bor ekan. Shularni qisqacha qilib akalar sizlarga narx-navos ma'lumotlari bilan aytib o'taman. To'lqin ukajon bular ikki tishli hammasi. Ha, aka. Hammasi xudo olsa akalar ikki tishli qo'ylarimiz, bo'ylari 75 dan 85 gacha hisoblab olaveramiz. Yeb ichishlari qanaqa ukajon? Aka 100% kafolat beraman aka. Yem baraz. Baraka top. Mana akalar qo'ylarni bitta o'ta go'zallardan keldi aka, bir-biridan go'zal aka. Yasha baraka top. Fatima Zuhralaridan ham bor aka, ikkita, ikkisi, 4 bosh. Akalar shoshilib qolamiz, xudo olsa realniy mana shunaqa sariq oqlariga qiziqadiganlar bo'lsa, mana ukamizga chiqaverasizlar. Ukajon narxini nishpul qilib beramiz, bitta kelishmaydi. Bomba bo'ladi narxlar aka. 5,5 million aka. Ye mana. 5 million 300 million bo'lsa dastavka ketdi aka. 5 million 200 dan bo'lsa o'zi olib ketaversinmi? Aka bo'lsa halqqa 5 million 200 million olib tursin aka. Akalar 5 million 200 ming so'mdan bemalol telefon qilib olib ketaversanglar bo'ladi. Dastavkasi alohida. Agar tanlab olaman desanglar, ozgina narxi o'zgaradi. Do'stlar, shoshilib qolinglar, pastda nomerlarni qoldirib qo'yaman akalarim.